Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda Kursu Taharet Münasebet Kelimler hakkında to'xtalib bugungi babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ayol kishi ehtilom bosqindoq bo'ldi deydi. Bu bizniki zag'ridan tilimiz bo'yicha olib ketgan vaqtida yani akslarniki shayton otlab qolish, yani kechada uxlab qolgan vaqtida tushida masalan har xil tushlarni mesela yoki shahvoniy tuyg'ularni tushida ko'rgan vaqtida yoki kallasiga qilgan vaqtida masalan asosan bu uyqudagi holat yuz berdi. Bu vaqtida o'ziniki jinsiy a'zodan kishiniki masalan mani sperma suyuqlik chiqadi. Ayol kishimi yani shunday bo'ladi demoqchi. Demak bu bab orqali Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi masalan ayol kishi kishiga o'xshash bunday ehtilom bo'lmaydi yoki shayton otilmaydi deganda kishilarga nisbatan raddiya bermoqchi bu babni bu shaklda bayon qilish orqali. Ya'ni ikkinchisi hamda ayol kishimi shu qaysiz kelgan bo'limlarda yoki qaysiz kelgan diniy hukmlarda ayol kishi er kishi bilan o'xshash barobar, lekin shariat qayd qilgan hukm buning sirtida degan hukmni yani bermoqchi. Bu 282 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisde bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan deydi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tannisi nomi bilan o'tgan İmam Buxoriyning ustozlaridan biri. Bu zot deydi bizga Malik xabar bergan, İmam Malik rahmetullahi alayhi shu. Bu kishi Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva dadasi Urva ibn Zubayrdan. Bu ravilarning tarjimasini boshlab o'tgan. Urva ibn Zubayr Zeynep bint Abi Salama degan ayoldan rivoyat qiladi. Undaqda bu Zeynep kim o? Bu ayol Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki o'gay qizi. Chunki dadasi Abi Salama o'lib ketgandan keyin onasi Ummu Salamani Peygamber sallallohu alayhi vasallam olgan. Bu ayol o'zini faqih, muhaddis ayollarniki biri. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki oilasida Rasulullohniki qishida cho'ng bo'lgan. Hamda dadasidan yetim qolgan vaqtida nihoyat kichik. Asli ismi Barra ekan, Peygamber sallallohu alayhi vasallam buning ismini Zeynepga o'zgartgan. Chunki Barra degan bek yaxshi degan bo'ladi. O'zingni bundan maqtagan ismlarni qo'ymanglar deb Zeynep deb ism qo'ygan. Bu ayol onasi Abistonga hijrat qilganda Ummu Salama Abiston bilan Makkadan, chunki bular Bani Maxsum jamoatidan Qurayshlarniki. Abistonda tuqqan deyildi. Dadasi o'lib ketgandan keyin Peygamber sallallohu alayhi vasallam elib onasi bilan birga bo'lgan. Rasulullohning ham atrofida cho'ng bo'lgan, bolasida cho'ng bo'lgan. Shunglashqa bu kishi deydi, bu ayol deydi hamda ondan ba'zida Peygamber sallallohu alayhi vasallam jo'nayotgan bo'lsa, Rasulullohning qishiga kiran bolam desa, Rasululloh "Ma'zum suv ichitdi, chiqa" deb suv ichitdi. Bu ayol qirib ketgan vaqtida o'zidan chiqqandan bir qirliq asar yo'q deydi. Belki Peygamber sallallohu alayhi vasallam kim şu suv ichgan holatdagi nurona barakatlaridan biri bo'lsa kerak, Alloh a'lam. Bu ayolni Abdullah ibn Zam'a degan kishi olgan. Abdullah ibn Zam'a bu kishi o'zi Quraysh jamoatidan hamda kichkida Asma bint Abu Bakr Oyshaniki ochisi. Bu ayol imitib cho'ng bo'lgan. Shunglashqa bu Zubayr ibn Avvomniki imildash qiz bo'ldi. Abdullah ibn Zubayrniki, mesela Urva ibn Zubayrlarniki imildash ochsanglar bo'ladi-da undaqda. O'z davridagi Madinadagi eng faqih ayol deb sifatlangan. Bu nemishqa deganda Peygamber sallallohu alayhi vasallam va Peygamberimizning ayollari bilan birga cho'ng bo'lg'achqa, mushu ilmiy muhit bu ayolniki bir olim faqih bo'lib yetishib chiqishiga sababchi bo'lgan. Hijriyaniki 74-yili o'lib ketgan qabrisi hozirgi Madinadagi Baqi qabristonligida. Bu ayol Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan Peygamberimizning ayoli Oysha, Zeynep bint Jahsh, Ummu Habiba qatorliq ayollardan rivoyat qilgan. Bu ayoldan hadis rivoyat qilganlar nurg'un tabiinlar. Masalan, Urva ibn Zubayr, Ali ibn Husayn, Qosim ibn Muhammad deymiz. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba deymiz. Bu Madinadagi 7 faqihlarniki biri. Shunglashqa bu ayolniki hadislarning ko'plari Sahih sitida rivoyat qilingan. Undaqda bu ayolmi shu kichik sahobalar qatoridagi sahobalarniki biri hamda. Bu ayol Ummul Mu'minindan rivoyat qiladi. Ummul Mu'minin bu yerda onasi bo'lsa kerak, Ummu Salama, Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ayoli.
Bu ayol deydi Ummu Sulaym, Ebu Talha'nın ayoli Ummu Sulaym Resulullah'ın huzuru mübarek gelip mundaq dedi deydi. Bu Enes ibn Malik'ninki onisi. Ummu Sulaym ibn binti Milhan deymiz. Bəzi ismi Rumeysa degan julan bo'lgan. Belkim Rumeysa degan ism bekrak küçük bo'lsa kerak hamda. Resulullah'dan savol so'rab debdi-da Ummu Sulaym, "Ya Resulallah, Allah haqni deyishdan haya qilmaydi. Ya'ni haq gapni deyishdan Allah haya qilmaydi" dedi. Bu yerdagi haya kelimesi mesela insanda bir xil insanda bir güzel sifat deb tuyg'ulan sifatlansimi, ba'zi vaqtida bu haya insanda bo'lib, aksida bir ojizlik bir tuyg'usi, bir ojiz xunuklik tuyg'usini ifodalaydigan bir kelima. Mutlaq shiltiga vaqtida. Lekin Allohning hayasi o'xshamaydi. İnsandaki bir qism ayağa o'xshash buni ojiz sifat bilan sifatliga bo'lmaydi. Lekin Allohning hayasi o'ziga loyiq ravishdagi muqaddas bir haya. Bu ayol debdi-da, "Ya Resulallah, ayol kishi ehtilom bo'lib qolsa, junam doğusul qilamdi" deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ha, navoda suvni ko'rsa" dedi. Ya'ni ehtilom bo'lib, shaytonatlab qolgan vaqtida ishtonlarda yo'lli kes ko'rgan bo'lsa, yais qilgan bo'lsa, bu vaqtida g'usl qilish vojib degan. Bu hadisninki bir necha xil shakli varianti bor. Ba'zida Ummu Salima bilan Ayşe anamız bahati şu sorunda. Hatta Ayşe anamız inkar qilgan deydi. Mushtam ish bo'lamdi, ayol kishi shaytonatlagan ish bo'lamdi deb. Chunki o'xshamaydi. Ummu Salim o'zi cho'ng ayol, turmushlik bo'lgan, masalan, eri o'lib ketgan. Bu eri o'lib ketgan ayollarning endi o'xshamaydi bu orliqda. Vaqt uzun bo'lgandan keyin, ayollik munosabat bo'lmagandan keyin bu ayol kishi ko'ralaydi. Ammo Ayşe anamız birinchidan kichik. Çünkü Ayşe annemiz degan Peygamberimiz bilan to'y qilib, ondan odat ko'rgan. Yana birisi hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan ayollik munosabati davomli asosan bo'lib turdi. Bunda ahvol ostida bu su ko'rishi, ya'ni ehtilom bo'lishi nihoyatda nadir. Shunglashqa Ayşe annemiz boshqa rivoyatlarda bu inkor qilgan bu ahvolni. Bugungi darsimiz mushaylik bo'lgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.